Assalomu alaykum, hurmatli ekran oldidagi ko'rarman do'stlar. Oldinlarda Qadam TV kanali taqdim qilib o'tgan Usul Shaydali programmasi o'z ishini davomlashtirdi. Bugun bizning programmaning mehmoni Parvona usul ansambliniki ba'di rahbari usulchi Asiyam Ayub. Asiyam xush kelibsiz bizning studiyamizga. Birinchi studiya nomidan, ya'ni bizning kollektiv nomidan sizga cho'ng-cho'ng rahmatimizni aytamiz. Shundaq vaqtingizni bo'lib bizning studiyamizga kelganingizga. Endi meniki sizga qo'yadigan birinchi savolim endi o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tkazsangiz, o'zingiz to'g'ri bir ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum Baxtiyor. Rahmat men chaqirganingizga. Sizlarniki o'zinglarniki nimalar? Endi o'zim to'g'rilik aytsam, men Emgakchi Qozoq nahiyasi Chelakiyasida dunyoga kelgan. Muallimlar, ustozlar oilasidan dunyoga kelgan. Opam meniki muallim. Dadam bo'lsa o'zi ishlab yurgan kishi. 9-klassgacha Chelakiyasida o'qidim. 9dan keyin chiqib shu usul o'qishga tushib o'qidim. Endi siz shu endi usulni kichigingizdan tatib o'ynaganmi yo bo'lmasa siz 9ni bitirib keyin usulni boshlamadingiz? Qancha ishingiz boshlab siz usul hayotiga keldingiz, usul dunyosiga keldingiz desak bo'ladi-da. Endi bu usulnimki men o'z meylim bilan kelgan. Meniki shu opam maktabda ishlagan vaqtida, shu opamniki opasi, mamam ash maktabda o'zim anda tex personal bo'lib ishlagan ekan mamam. Shu mamam o'zi shu ashada ishlab yurganda opam muallim bo'lsa dediki, opam o'zi bo'lsa san'atga qiziqqan ayolda, san'atga qiziqqan, biroq shu san'at yo'lida ma'lumotsa, mamam ruxsat bermagan. "Yo'q, sen muallim bo'lsa" deb. Muallim bo'lsa deb degan, shu opam shu mamamning yo'li bilan muallim bo'lib ishlagan, ustoz bo'lib ishlagan. Shu opam o'zining armoni, mening armonim san'at yo'lida maqdigan deb, shu opam o'zi o'qitgan meni, o'zi o'qitib, shu 5 yoshim kelgan vaqtida, Elipa bilan xo'shish bo'lgan vaqtida opam shu o'zimning cho'ng odamga degan-ku, mush qizim usul ketgan, mush qizim ash Elipa bilan xo'shishga chiqib slo'nsin deb ashta degan. Shuni bilan hadam birinchi qadamingiz bo'lgan o'sha Elipada. Birinchi qadadim da o'sha hadam bilan bo'lgan. Hadam mush meni akirib berib ishlar yepilib, mashta usulga yetib, men yig'lab, men kerak emas deb, o'sha yig'lab ashta o'rgangan. Keyin o'sha birinchi klassni bitadim, o'sha birinchi klass Elipa o'ynaganda berim endi ota-onalar qanaqa qarshi oldi, shkoldagi muallimlar, o'sha chavoq-chog'ni endi odamga o'ziga приятно bo'lib, menga yoqdi-da, işte yoqqandan keyin Eşnindeki intilishim bo'ldi meniki. Texnik qiziqishimiz paydo bo'ldi. Texnik qiziqishim paydo bo'lib, shuning bilan 4-klassni bitagicha o'sha o'zimniki cho'ng odam o'rgatdi. 4-klassni bitagandan keyin Aida Yakupovna degan ustozga ishning usuliga baratdim men. Ishning usuliga berib, mana shu professiya borligini biz vaqtlar bilmaymiz-da. Vaqtlarda kasb borligini bilmaymiz vaqtlarda. Keyin ashlan bilgandan keyin men shuning intilib, ash Aida Yakupov orqali shu o'qishga tushgan, mana shu o'qishga sening intilishing bor degandan keyin shu Olmataga kelib men Almatinskiy xoreografiya seleznyova tushdim, o'qishga tushib 3 yil ashada o'qidim. 3 yil o'qib artist народного танца degan kasbni elib, diplom elib bitadim. 2011-yil. Yaxshi. Endi shu qaytadan biz sizniki shu maktab vaqtingizga kelsak, shu maktab vaqtingizda sizniki o'zingizniki dastlab o'ynagan usulingiz esingizmi sizniki? Dastlab o'ynagan usulim esimda vaqti uyg'urcha emas, nima emas, shu vostochniy arabskiy o'xshash ashta usul o'rgatgan, hadam o'z kostyumini tikkizib ashta o'rgatgan usul. Endi sizniki shu hozir o'zingiz aytdingiz, menda opam meni shu usulga intilish qildi, opam shu usulga ishladi deysiz. Siz shu o'qishlarni bitirib, ya'ni bo'lsa o'qishlar tushgan vaqtida, ya'ni bo'lsa butagan vaqtida cho'ng bir sahnaga chiqqan chog'da opingizniki his tuyg'usi qanaqa bo'ldi o'ziniki? Sizga ko'rsatdimi? Shunda xushal bo'ldimi? Ya bo'lmasa o'zi o'kinch bo'lib qo'yib bo'lsam, shu qizim o'ynimisi bo'libdi-ku degandek bir so'zda bo'ldimi? Ya bo'lmasa mushkamlikdan sizdan faxrlanamdi sizning opingiz. Opam faxrlandi. Shu birinchi qitim o'ynaganimdan tatib, opam shu men o'zim yetmagan armonga shu balamni yetkazdim. Qizim yetyapti degandek ashta bo'ldi. Biroq shu men o'zim shu maktabda o'qiganda barim muallimning qizi bo'lgandan keyin, ustoz bo'lgandan keyin mening bilim tarifim yaxshi bo'lish kerak. Opam har qachon dedi, mening o'zim seni o'qishing dedi. Sen yaxshi o'qisang, mening o'zim ochiq bo'ldi dedi. Shuning bilan ashta o'qib ketib 9 kelganda men yana uni uzoqroq o'qigan bo'lsam, men boshqa kasb bilan ketdim. Biroq men o'sha usulga intilishim yaxshi bo'lgandan keyin opamga men 9dan keyin chiqib ketma deb deyman. Desam opam o'qiysa deydi. Agar sen meni chiqamsang, men yo'l seniki mangan armonim bo'yicha usulchi bo'lmayman deb deganda, opam yo'q to'xtama, buni o'z armonimga yetkazishim kerak. Men o'zim boshladim-ku bu qizimni deb. Shuning bilan 9ni bitirib ketib qoldim. Endi sizniki opangiz shundaq sizni qo'llab quvvatlamadi. Dadangizning ko'z qarashi qanaqa bo'ldi sizga? Dadamning ko'z qarashi bo'lganda kichik vaqtida, endi u maktab vaqtidagi degan qiziqish degandek dadam ko'rdi. Biroq o'qishni bitirib manganda dadam bu nima o'qish degandek, bu andaq baletmi, vaqtida baletga ketdi, balet o'xshash bo'lsa, biz musulmonga bo'lmaydi degandek ularga yetkazish kishgan dadam qiyin bo'ldi. Sovet odamlarda bo'ldi. Sovet odamlar ashtaq bo'ldi, dadamning muammalari, ashtaq bu qandaq, bu qiz degan usulchi bo'lsa qanaqa bo'ldi degan
аштақ yolla болды. Бірақ әр халда дадам бәрім ұсулан көгенке, дадам пәхіріліп, мұшкемгече дейді. Яқшы дейді. Пәхірімді hazır вақытта да шынақ әжайып. Әнді сініке, әзір өзіңіз етіп өткетіңіз, әзір мұны оқышыны қанша жыл бүтеді дедіңіз оқушыңызны? Оқушыны мен 2008 жылы мектептін бүтіріп, 2008 сентябрьда оқушқа кірдім. Оқышып, әмді оқушыны 3 жыл мабайында оқып, оқышып, менің алышым бойынша сіз өзіміздегі ұйғыр театрға ішкі орынлаштыңыз, оқысары ұсыл ансамблі. Біз мана 2008 жылы училищеда қандайда образование емес, мектеп бағанды подготовительдің башлайды ғой, училищеда селезневта аштақ баланы 3-4 ешідін татып башлайды. Әше гимнастика үгітіп, балетқы тәйлік қылды. Шуның біле оланы дальше интеліші болыпты. Әшін оғыша шу жылы біздің 9 бүтәгелені еліп бірінші немге оқытыды. Ола оқытқанды кейін, 2 жыл курсыны оқығанды кейін, оланы кейін как обязанность оқсаш болды бізде бір ішкі кіргізданға. Ішкі кіргізіп біз ашланыки как защита диплома дегенек болды. И бізде өздері бір еге өзен таллығын дейді. Қаяғы беріп ішлейсе, театрға беріп ішлеймсе, бір ансамбль барамсе деп. Шу вақытыда мен өзімнеке оқуатқан однокурсниклерім білем, біз мемлекеттілік ансамбль, салтанат ансамбль беріп ішлеймін мен. Бірінші салтанат ішлеймін. 2010 жылы, 10 мартта мен шу государственный ансамбль салтанатқа беріп, әшеді Пүтәгече, пүтәгенки, яғни 2 жыл, 2013-2012 жылғыча салтанат ішлеймін. Государственный ансамбль. Салтанат ішілгенде әнді қара, салтанат біздің алышым бойынша әнді біздіңке хөкімет тәріптің құрылған салтанат ұсыл ансамблі. Сіз еше кірге жағы сізге қиын болды му? Яқ, қиын болымды. Немішке десіңіз, сіз манаған өткенде мәлден келдіңіз, дұрыс қараймен мәлден келген қыз, әмді шәді чоң бір ансамбльда ішілмек, менің ойынша қиын болды деп ойлаймын. Әмді сіздің өзіңіздің ой пікіріңіз қанақ болды? Яқ, уақыты еғір кәмді. Немішке десіңіз, мен уақылада бұл ұйғырчы сұл деген, ұйғырныки сұлы, милли пұрақ деген менде уақыты жоқ дейді. Мен ашы училищеде оқыған ке, үйеді больше европейский, орыс сұлы, четтелінің сұлдар, аштақланы үйді. Апамның ойы бойынша мен оқушыны бүтәгенді кен, апам ішлеватқан шу мектепі келіп, мен бала ұсылы күтішім керекті. Бірақ менің интелішім ашты, мен 3 жыл оқып, бүтәгенді кен, челекей сығы беріп, өзім оқыған мектепті оқим, ішлейме деп, мұдырлағым аштақ деп кеткендім. Бірақ оқушыны бүтәгенді кен, мен өзімнің интелішім багаж дейді ғой, свой багаж. O yoxdu menədə. Onun üçün mən şu ansamblə kirib özəmgə opit çıxışım kerekdi də. Şunun üçün mən saltanat ansamblda işlədim. Aysem, siz mana saltanatda qançalik vaqt işləldiniz? Bu saltanatdan keyin yəni bir ansamblda işləldinizmi? Öz işinizni damlaşdırdınızmı siz? Mən bu saltanat ansamblda 2010-dan 2012-yə işlədim. Bu 2012 жылныңки где-то bir oktyabr aylarda teatralniy festivallar oldu. Teatralniy festival болғанда біздіңке Тюз театрда, әшеге біз бармыз, театральный фестиваль болды. Әшеде мұш ұсылчылаға қолымызға мұндақ тұтып бір қазақ театры, ұйғыр театры, Ауазов театры деп бізге мұндақ беріп. Шуақтыд мен өзім ұйғыр театрын тұтыма деп, әшіне балмай. Әшеге беріп тұсам, мұшы біздіңке өзіміздің ұйғыр театрдекі Саучан ака Соноров, Мұхит ака Изимовлар келіп әшеге тұрып ұйғыр сөзлейді. Ұйғыр сөзілгенде бұла маңға қазақ сөзлейді. Қазақ сөзілген бұла ұйғырчы ответім бәгенде, ұйғырчы бәген вақытта, сіз ұйғыр қызым о, сіз қайды ішлеватсыз, сіз салтанат ішлеватсыз, немешкі біздің өзіміздіңке сәнтік кәмейсіз, немешкі біздің өзіңіздің ұйғыр театрын ішілмейсіз деп, маң әшеде өздерінеке мұшы номерсін ташлап кет қалды Сауат ака Соноров, тәкліп қылды мені. Шынон декен, яны мен бамайсыны, яны бір 6 ай өткенде кейін, ойынып, 2012 жылы февраль айда театрға келмей, ұйғыр театрға келіп ішлеймін. Бірінші келген қадамасыны қанақ болды, сізді қанақ қаршы алды, қанақ болды шерді кірге вақыт? Яқшы алды, яқшы қаршы алды, кірдім. Немішке дейсіңіз, сіз бәріма башқы ансамбльда, мұнан кен башқы направление деп қойды, башқы иқым. Şu iqimdən siz mənə ken özümüzniki keldiniz, şununki ayrımçılığı ya bolmasa arlığı da qiyin boldu mu siz degan? Qiyin boldu. Qiyin boldu degende әнде оқыған адам болғанды кен, әрбір әрекетіне чақан ятыла алмай. Бірақ, ішчімдеке біздіңке пұрақ жоқ да. Пұрақ жоқ. Милли пұрақ жоқ. Еткіземейме бәрім. Өздері сұл кегенде мимика болды дейді. Ашыны өзен қаш қаршың білән, көзің білән, ашыны еткізген дейді. Ондақ жоқ дейді. Мен как бы просто исполняла да. Просто ашыны қойғанны ойнап беретін болды. Эштақы ойындым. Хелі болды, ондақ ішлеп жүргідім. Өземге өзіміздіңке біз ұйғыр болғанымызда өзенге бәрім ішчіңден жоқ да, ішчіңден шығыш керек та, ойнаған. Қаншалық вақыт шықты? Азырқы вақытта сізді әшін шығыр алдыңыз мұсыз? Азырқы вақытта сіз Рұқсар Ұсыл ансамбльда ма? Азырқы вақытта 11 жыл болды, Рұқсар ансамбльда, ұйғыр театры ішлеп кеткенім 11 жыл болды. Азыр шықты, но бәрім еткілікші жоқ дейме. Бәрбірім үгінішім керек, білішім керек.
Endi o'zingizniki hozir mana o'qishlarda o'qidingiz, yana shaltanatlar ishladingiz, o'zingizniki kasbingizni mana so'yib, texi oldin qatorga ketib borasiz. Azim shu usul hayotida siz yana chet elga bordingizmi? Chet elga borganda o'zingizniki qaysi millatning usullarini o'ynab bordingiz, yo bo'lmasa o'zimizning millatning usullarini o'ynadingizmi? Qanday qarshi oldi? Shu to'g'rida qisqacha so'zlab Chet elga bordik. Shu teatr orqali ruxsara bilan biz teatr nimga Turkiyaga bordik. Antaliya, shu Turkiyaniki ham shaharlarga berib, o'zimizniki shu Uyg'urning muqomsini, g'ayribsana muqomlarini, rak muqomini olib ko'rsatdik. O'zimizniki muqomni. Endi o'zingiz yakka usullar bilan chiqqan usullaringiz mana mushkamkichon bormi siznikida? O'zingiz sahnalashtirgan usullar, o'zingiz mana mushkamkichon o'zingizniki yurigingiz deb qo'ydik, ichingizdan chiqqan mushkamkichon so'yib ilqi sahnalashtirgan usullaringiz bormi? Sahnalashgan usullarim bor, o'zimning so'ydigan, yana o'zimniki ansamblim bor. Ansambl Parvona degan ansamblimiz bor. Hozir uningga qisqacha to'xtalamiz endi Xudoyim bersa. Endi o'zingiz etiketingiz, endi o'zingizniki ansamblingiz to'g'riliq. Shu ansambl qancha yil qurildi? Qanday maqsadda qurildi? Parvona ansambl bizniki 2019-yili bizda o'sha Qozog'iston bo'yicha bir ruxsara kasbiy professional ansambl degan bir ruxsara bo'ldi. Uyg'ur millatniki. No biz ruxsara bo'lsaqmi, ansambl bo'lsaqmi, biz teatrning ichida bo'lganki, teatrniki как brend o'xshashdi. Biz uni boshqaga chiqib, Memdahiyaga degan ishtaq bizniki o'zimizning bir nima teatr tarafdan. Shundan keyin bizniki yana undan boshqa bizning o'zimizning Uyg'ur bolalari o'ziniki boshqa ishtaq men o'z vaqtida ishlagandek, shu saltanat ansambl ishgan boshqa ansambllarda ishlayotgan bolalarimiz bor Uyg'ur ansambl. U bizniki ham do'stlarimiz, ashlar bilan birlashib biz bir ansambl qilmoqdik degandek, ishtaqib shu Parvona ansambl degan 2019-yili kurashtirib chiqargan. Hozirgi vaqtda Parvona ansamblida qancha nafar usulchi bosladi? Hozirgi vaqtda bizda 10 usulchi, 5 qiz, 5 o'g'il. Andiki meni alishim bo'yicha, ko'rishim bo'yicha men anlatganda sizlar hozirganda kichik bolalarni tarbiyalayapsiz, ya'ni cho'nglarni tarbiyalayapsiz. Men anlatganda kichik maktabingiz bor yana. Shularniki ishlarini ipmayotgan ishlaringiz qanaqa ketib boradi hozir? Bu maktab to'g'risida aytsak, maktab to'g'risida yangi bo'ldi, 1 yil bo'ldi ochganimizga. Unimi ochadigan bir o'y bizga burungi vaqtim kelgan, shu bizniki o'zimizniki yaxshi ko'rgan zritellarimiz orqali, shu talablar orqali, shu bizga o'gitinglar degan orqali biz ishtaqib hozir o'gityapmiz. Uningga 1 yil bo'ldi. Endi uningdan bir itok chiqarib qildan hozircha delamaymiz. Yangi o'gityotgandan keyin vaqt kerak uningga. No, ya'ni yaxshi o'gityapmiz. Bolalar bilan ishlash sizga qiyin bo'ldimi? Qiyin. Bolalar bilan ishlaydigan qiyin. Hozir mana qarang, siz o'zingiz bir teatrda ishladingiz ekan, ya'ni bolalarga tarbiya bergandiki, ayrimchilik qanday kesiniki? Bolalar tarbiya berganda biz men o'zimniki har bir odam o'zini o'rgangan yo'l bo'yicha yetkazdi. Bizniki meni o'qishga tushgandimmi, mening o'yim bo'yicha men uchishga borsam, men bir uslubga ketmay deb, shu chelak yeysiz yurgan vaqtida shu uslub bo'lgan, ishtaq o'ynayman deb. Biroq u yerda har bir harakatniki o'zining pozitsiyasi, ruh deganlar bor. Uningga chidaydigan odam bor, chidmaydigan. Bizmi vaqtlar bo'lgan yig'lab o'qimayman degancha, işte nim kerak bor degandek, u yetkazish qiyin. No, mening shu o'qig'inimni bolalarga yetkazganga qiziqmaydi. Hozirgi vaqtda bolalar uni yetkazish qiyin-da. Uni hozir kerak, ular oldin sahnaga chiqish kerak. Ularga sразу chiqib uslubga ketsam, birdan sahnaga chiqib ketsam, ashtada biroq uni yetkazgan qiyin-da. Kichkina anda biz men o'qigan bo'yicha ish meningki ko'z qarashim bo'yicha yetkazish u bolalar qiyin-da. U vaqt kerak. Shuning uchun hozircha men u biroq bir sahnaga chiqib ularni nim qilgan nimamiz yo'q-da, bizniki konsertimiz yo'q. Yaxshi. Yaxshi. Endi o'zinglarniki shu ansambllarniki repertuarda qanday millatning usullarini o'ynaysizlar yana? Biz Uyg'ur usuldan boshqa yana qanday millatlarning? Uyg'ur, O'zbek, Qozoq, Indiya, Turk millatlarining usullarini o'ynaymiz. Boshqa millatning usullarini. Ularni o'ynash sizlar uchun hozirgi vaqtda hamda kasbiy usul bo'yicha sizlar uchun ig'ir emas deb o'ylayman bunday aytganda. Yenilik, nimasiga desanglar, har bir o'qishdima u yerda bir Uyg'urning usuli emas, bunday aytganda butkul dunyo yuzidagi mana aytganda kelib chiqqan xalqlarning usullarini o'rgatdi. Yaxshi. Endi meniki hozir qo'yadigan savolim sizga, sizniki mana hozir vaqtda Parvona usullansa bor. Sizniki, ya'ni shu Qozog'istonda, ya'ni ruxsardan boshqa, yana boshqa usulchilar, usul ansambllari bilan aloqalar qandaq? Birlashib qo'ygan usullarlar bormi? Yo bo'lmasa birlashib qo'ygan cho'ng konsertlar bo'lganmi? Shular to'g'ri so'zlab o'tgansiz. Yo'q, undaq boshqa ansamblllar bilan chiqib o'ynaganimiz yo'q-ku, biroq boshqa ansamblllarning bir meyrim bo'lsa berib o'ynab bergan kunlarimiz bor. Yo'g'an konserti deb aytamayman. Hozir aloqanglar boshqa ansambl bilan sizniki ajoyib. Endi sizniki o'zingizniki oldi qo'ygan maqsadlaringiz.
Bizniki, Pervana ansambliniki. Ya bo'lmasa bir cho'ng konsertlar bormi, ya bo'lmasa cho'ng bir xalqqa bir yeniliklar bormi saniki. Shular bo'lsa bizniki ko'rarmanlarimizga so'zlab o'tib ketsangiz. Алдын ала тілектеріміз мұшы yo'g'on bir konsert qilsak, мұшы өзіміздіңкі ашқан мектебімізде яхшы шу өзіміздің ойлаған бабығы yetkazsak, азырдың bir жыл болсын, ичилған болсын, біз теке мұш қызлағылы үгітіп атадық. Әнде бізніңкі мана мұшы еқында оғылағым ичилді уже балаларға. Ашланы yetkazib, бабығы yetkazib, шуланы шу біз ашлау қалғандек yo'g'on сахнеге açık қыдағанға тырышып Yaxşı. Aysem, endi bizniki tushum to'pimiz siz to'g'ri tayyorlagan bizniki video materialimiz bor ekan. Qani vaqtda birlikda ko'raylik. Ekranga marhamat. Yar meni ko'rdimikin, yuragimga o't tashdi, yoshini bildimikin. Yar menga ilib berar, qizil gulli barmikin. Yar menga aytib berar, shirin so'zi barmikin. Faydat jinim yarim, faydat jinim yar, ko'zlaringga xumarman. Jinim yarım vaydat jinim yar, gül yüzünge xumarman. Seni süyüş armandaman, kel yenimga can yarım. Bile buluş armandaman, kel bağımga gül yarım. Hey! Yani gördüm, yar meni ko'rdimikin, yuragimga o't tashdi, yoshini bildimikin. Guldasta elib kelsam, yarning mayli barmikin. Sevgimni bayon qilsam, menga yar bo'larmikin. Faydat jinim yarim, faydat jinim yar. Асиям Аюб, когда я уже отучилась и пришла в театр, то есть закончила ЖНПУ, очень много было новеньких девочек, которых я не знала, молодежь талантливая, и среди них с Асей мы больше общались, то есть у нас как бы больше было, как бы сказать, общего. Ну и по танцам я с ней советовалась. У Аси есть способности постановочные, поэтому, то есть ставить танцы. У нее красивые движения, фантазия есть. И я ей посоветовала: Ася, говорю, у тебя есть способности, ты развивай их. То есть не только вот то, что ты танцуешь в рок-ансамбле, а самой нужно развиваться. Можешь поступить, допустим, в высшее учебное заведение, закончить на педагога-хореографа или балетмейстер-постановщик. Ну и Ася где-то год назад создала свой ансамбль «Парвана». Он сейчас успешен, популярен, спрос есть у нее, у этого ансамбля большой. Интересные костюмы, интересные постановки. Вот уже у них открылись курсы преподавательского. И я бы пожелала, чтобы Ася в дальнейшем продвигала свой ансамбль. Желаю ей процветания и тем, кто ей помогает, кто там танцует в основном, основной состав, успехов, побольше, как говорится, чтобы наш народ больше ценил, больше приглашали, и чтобы они в творческом понимании росли. То есть не стояли на одном месте,
росли, то есть достигли самой высшей точки в нашем нелегком труде. Мен Ася Аюп белән көп жыламыш уруксарды бил усул ойнап эшләгән. Ася Аюп талантлык кызларның бире. Ася икimiz һәм якын дос, һәм кырындаш дисәк булды, һәди сыңыл дисәк булды. O kızı deydiğen sözlerim cık. O kızını maqtsam maqtığıdek kızlarının biri. Aldığı koygan məqsədki yetidiğen kızlardan. Aşağı tileydiğinim aldı koygan məqsədlərə yetsin ilayım. Dostluğumuz hiç kaçan öşmüsün deyme. Tən salametlik, her daim iştaq Uyğurumuzun usul urp adetlerini kökütülüğün egiz çoqlağı köründen kızlardan bolsun deyme. Aysem Ayıp to'g'riliq so'zlab o'tgansiz. Endi o qiz to'g'riliq so'zilsak so'z jiq, maqtaqday qiz, yaxshi ansamblning rivojlanishiga adamda aslında ko'p ulushini qo'shayotgan qiz. Hem ovqatni o'zi qildi, har yoqdan har bir ideyalarni izlab, har bir vaqtlarni izlaydigan qizlarning biri. Tish o'tamaydi bir edi. Amal bo'lsa shu tirikchilik qilib yurgan qizda bir edi. Men deyman, o qizga Dünyadagi barliq yaxshilarni tilayman. Ish qilib o'saversin. Yaxshi egiz cho'qlarni ko'rinsin. Благодарственное письмо награждается Аюп Асия Абдумежит кызы за организацию и активное участие в проведении телевизионного фестиваля молодых талантов «Менің отаным Казахстан», посвященного 30-летию независимости Республики Казахстан. Asem, sürjetimiz şundaq acayip çıkıptı. Endi meniki sizge itarım, endi özünüzniki ayılınız doğruluq. Ailem doğruluq. 2012 жылы сентябрь айы turmuş çıktım. Bir oğlum var. 6 yaş kirdi, 7 yaş kirdi, birinci klasını bitirdi. Muş oğlunuzniki muş sanat yolunu taladı mı? Qiziqishi bormi sanatga degan? Qiziqishi bor, o'zim bilan mushu bile ishlar bardi, teatrga bardi, qiziqishi bor. Yani bo'lsa manga ko'katmaydi, o'g'il bo'lgandan keyin. Chatlardan bayqayman, o'ynayotgani, qiziqishi bor. Siz o'zingiz bolangizni mushu sanat yo'liga beray devatamsiz ya boshqa yo'lga hep baray devatamsiz? Qanaqa o'zingizning o'yingiz, o'y fikringiz o'zingiz? Sanat yo'li bo'lganda, как o'ziniki hobbisi, любительский o'xshash Ma'sum deysiz? Ma'sum deyman, biroq professiya nem bo'yicha kasb o'xshash bo'lsa, kasb qilsin deysiz o'g'il. Kasb qilsin deyman. O'g'il bola bo'lganda. Endi uni vaqt ko'zda, endi u vaqt ko'zda, biroq har holda balamning o'ziniki ichidan chiqayotgan talab bo'lsa, dұрыс deysiz. Shundaq ajoyib bugungi suhbatimiz shundaq qizg'adi, sizga cho'ng rahmat. Endi bizniki ko'rarmanlarga, yosh do'stlarimizga, ya'ni yosh usulchilarimizga aytadigan o'zingizniki tilaklaringiz bo'lsa, qani marhamat ekran orqali yo'llasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarmanlar. Uyg'ur san'atini, Uyg'ur usulini yaxshi ko'radigan sing'illarim, fikrlarim, Uyg'ur usulini o'rganganlar kelsa, o'z kuchinglarni qo'shinglar. Bizniki bir tal Uyg'ur teatriga kelishinglarga talab qilmay. Yanda mushu Uyg'ur usulini bobiga yetkazib o'rganamiz desanglar, bizning Parvona studiyamizga marhamat. Rahmat, ajoyib. Endi Aysem, bizning studiyaga ko'rarmanlarga o'zingizning tilaklaringizni aytsangiz bo'ldi. Hürmetlik tomoshabinlar ve Qadam TV'niki kollektivi. Sizlarga ijodiy utuqlarni tilayman. Bizniki mushu Uyg'urimizning bir kanalsi Qozog'iston bo'yicha emas, butkul millatga, butkul yer yuziga to'nilsin deb ijodiy utuqlarni tilayman sizlarga. Yana mushu sizlarga rahmat deyman. Bizniki mushu usulchilarimizni Usul shaydasi degan programmasini ichib bizni mushu dunyo yuziga to'nitayotganlarga sizlarga rahmatimni aytaman. Rahmat Asyam. Endi o'zingiz bilsiz, bizniki usul shaydalari programmasi bog'liqdan bizdagi usulchilarni, bizniki ustozlarimizning o'zingizning chiroyli usuluningizni ko'may qo'yib bermaymiz. Qani vaqtda ko'rarmanlar bilan birlikda sizniki chiroyli bir usuluningizni ko'raylik. Marhamat.
Hürmetlik ekran altıki körermen dostlar. Usul Şeydaları programısı muştum bilen tamam boldu. Bugün bizde studiyada bolgan Pervana Usul Ansamblniki bäde rehberi usulçı Aysem Ayup. Yenip didarlaşıkçan hoş salamet bolaylı. Sizler bilen bolgan men İmran Baxtiyar.